Bugun xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashida tuman va shahar kengashlari kotibiyatlarining bosh mutaxassislari uchun o'quv seminar tashkil etildi. Dastlab shu haqda. Mazkur o'quv seminar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli topshirig'i hamda Oliy Majlis Senatining 837-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazildi. Unga ko'ra xalq deputatlari tuman va shahar kengashlari sessiyalarini ommaviy axborot vositalari orqali onlayn jonli efirda ochiq va oshkora yoritish vazifalari belgilangan. Seminar davomida mutaxassislar tomonidan sessiyalarni sifatli va uzluksiz tarzda jonli efirga uzatish, axborot ochiqligini ta'minlash, texnik va tashkiliy jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'yish yuzasidan amaliy tushuntirishlar berildi. Shuningdek, xalq deputatlari Jizzax viloyati kengashi kotibiyati mudiri tomonidan mazkur masala yuzasidan ma'ruza qilinib, bu boradagi muhim vazifalar ko'rsatib o'tildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis Senatiga va xalqiga qilgan murojaatida ta'kidlaganidek, bu yil korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha favqulodda yil hisoblanadi deb aytdilar. Shuni ijrosini ta'minlash maqsadida tuman va shahar kengashlarida sessiyalarni jonli yoritish borasida mana bugun xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi kotibiyatida tuman kengashi kotibiyati mutaxassislariga o'quv seminarlari bo'lib o'tmoqda. Ushbu o'quv seminarlardan ko'zlangan asosiy maqsad tuman kengashi sessiyalarini jonli yoritishni sifatini yanada yaxshilash, sessiya jarayonlaridagi qonuniy o'tishi, ulardagi reglamentga to'liq rioya qilinish jarayonlarini to'liq nazoratga olish va bu boradagi tegishli mas'ullarni malakalarini oshirishdan iborat bo'ldi. O'quv seminarda o'zimizga tegishli tushunchalar oldik. Bu sessiyalarni viloyat kengashida mas'ul xodimlar bizga tushunchalar berib o'tdi. Seminarda o'zimizga tegishli xulosalar oldik. Baxmal tumanida sessiyalarimiz 2025-26 yillarda ijtimoiy tarmoqlarga yoritildi. Ushbu ijtimoiy tarmoqlar orqali shaffoflikni, ochiqlikni ta'minlash maqsadida biz ijtimoiy tarmoqlarga yoritib borganmiz. Soha tashkilotlaridan vakillar ishtirok etib, bizga tushunchalar berib o'tdi. Tashkil etilgan o'quv seminarida mahalliy kengash ish rejasi asosida sessiya muhokamasiga kiritiladigan masalalar bo'yicha tegishli hujjat loyihalarining puxta tayyorlanishini tashkil etish, mahalliy kengash qarorlari loyihalarini kelishish jarayonini tashkil etish va tegishli hujjatlar qabul qilingandan keyin ularning bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni ta'minlash, doimiy komissiyalari majlislarini tashkillashtirish, shuningdek mahalliy kengash faoliyatini tashkiliy, huquqiy, axborot tahliliy va boshqa jihatlardan ta'minlash kabi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti topshirig'i hamda Oliy Majlis Senatining xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashi kotibiyati to'g'risidagi 837-sonli qarori ijrosini so'zsiz va sifatli ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlandi. O'quv seminarida tashkil etiladigan xalq deputatlari mahalliy kengashlar sessiyalarini ochiq va shaffof o'tkazish, ularda ko'tarilayotgan masalalarni keng jamoatchilikka yetkazish, shuningdek belgilangan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida va yuqori saviyada bajarish bo'yicha ishtirokchilarga tegishli ko'rsatmalar berildi.